Kiberfiribgarlik bu axborot texnologiyalaridan foydalanib, fuqarolarning bank kartasi va ma'lumotlari yoki pul mablag'larini aldash yo'li bilan qo'lga kiritishdir. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasiga ko'ra, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan firibgarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobardan 400 barobargacha jarima, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin. Fuqarolardan bank kartalarining PIN kodi, SFV kodi va SMS tasdiqlash kodini hech kimga bermaslikni tavsiya qilamiz.